Dunyoning 90% dan ko'p xalqi aralashmasdan iloji yo'q. toza sofmizu deydi, aslida unday emas. Irqiy jihatdan. Haqiqiy jihatdan. Dunyoda eng mashhur Avestani mutaxassisi Mary Boyce. Avestani umuman dramasi ikkita xalq, Ariya va Turiya raqobatidan iborat. Skiflarning o'zi turkiy xalq. Turkiy xalq. Eng qadimiy. Hattoki slavyanlar ham skif guruhida o'rin olgan deydi. Chingizxon o'z yurishida butun hammani o'ziga bosib olgan-ku. Aha. Chingiz bayrog'ini tagida ketavergan hamma. Shunday. Belan skiflar bor deydi, dehqon skiflar bor deydi, budinlar bor deydi. Asosiy mana bu O'rta Osiyoni dasht madaniyati kaltaminlar neolit madaniyati deyiladi. Bular ovchi, termachi, baliqchi. Umuman olganda nostratik teoriya degan bor. Nostratik. Til oilalar bir-biriga qarindosh bo'lgan, vaqtlar, asrlar, ming yilliklar o'tib bir-biridan uzoqlashgan. Neolit davrida shu keltaminlar ikkovini birlashtirgan degan nazariyasi bor. Adena degan qabilasi bor. Tili begona. Keta Yeniseysi degan bir xalq bor kichkinagina. Keta Yeniseysi tili bilan bir ekan bularning tili. Dromos chuqurga tushib ketgan, yo'lak. Ichida gumbazchaga ko'milgan. Dromosda nariyog'i eshigiga kattakon bitta toshni yumalatib bostirib qo'ygan. G'alati bir madaniyat chiqqan. Mana unda bronzadan quyilgan shlem, mana bunday bir yerni yopgan grecheskiy chista. Yunonliklarga o'xshaydi. Migratsion jarayonlar tufayli bu yerda til ham etnik jihatdan o'zgarib yoki bo'lmasa aralashib ketgan bo'lish ehtimoli yuqori, demak bu yerda. Moddiy madaniyat oldin saqlanadi, keyin aralashib ketib qoladi, uzoq turmaydi. Ha, uzoq turmaydi. Til ham uzoq turmaydi. Agarda aholi kam bo'lsa, mahalliy tilga o'tib ketib qolinadi. Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Biz Turon media loyihamiz qayta ishini boshladi. Mana deyarli 1 yildan beri biz har xil ishlarimiz chiqib bu loyihani davom ettira olmay qolgan edik. Mana shogirdim Nurbek Allaberganov bilan buni yangi niyat bilan yangicha bir formatda davom ettirishni, shuningdek boshqa hamkasblarimiz bilan kengashgan holda yana ham kengaytirib, yana ham chuqurroq yondashishga harakat qilamiz. Demak, ezgu niyat sari yoki ezgulik yo'lida deb nom qo'ydik bu bizning loyihamizga. Bundan keyin Turonning ichida aynan o'sha ezgu niyat, ezgulik sari yo'l boshlaymiz. Buni tarixga yondashgan holda Markaziy Osiyo, umuman Turon ellarini o'zaro birlashtirish, birdamlikka chorlash, mintaqaviy birdamlik, birlik, mintaqaviy o'zlikni shakllantirish uchun ozgina bo'lsa ham o'zimizning hissamizni, ulushimizni qo'shib borishga harakat qilamiz. Buning uchun ustoz, yoshi ulug', ko'pni ko'rgan ustozlarimizni, arxeologlar, tarixchilar, jamiyatshunoslar, tilshunoslarni jalb qilmoqchimiz. Faqatgina o'zbekistonliklar emas, qardosh ellar, Tojikiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston bo'lsin, umuman mana shu sohaga qiziqadigan va mintaqaviy birlikka o'zimni hissamni qo'shaman degan ezgu niyatli insonlar bo'lsa, albatta barchasini yurtdoshlarimiz va qardoshlarimizni, qo'shnilarimizni chorlab qolamiz. Demak, hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqni kuzatib boryapmiz. Endi qarangda, mana xalqimiz ichida umuman tarixga, xalqimiz umuman Markaziy Osiyoliklar ichida o'zining tarixiga kelib chiqishiga, tiliga qiziqish juda ham kuchli. Bu yaxshi narsa. Biroq o'sha ustoz o'zingiz ham guvoh bo'lyapsiz, mana yoshlar vakil sifatida Nurbek siz ham ko'rib turibsiz. Har kuni, har soat baribir xohlaymizmi, istaymizmi, yo'qmi, ijtimoiy tarmoqlarga ko'zimiz tushadi. YouTube formatida bo'lsin yoki boshqa formatda bo'lsin, ko'pincha yaxshilikka, do'stlikka, birlashishga emas, bir-birini ham kamsitish, haqorat qilish, tarixini yerga urishga urinishlarni ko'ramiz. Endi hamma bo'lmasa ham anchagina ko'zga tashlanadi. Albatta chiqib qoladi. Bunaqa yondashuvlarni kim qadim, kim keyin kelgan, kim ko'chmanchi, kim chorvador, kim o'troq dehqon, kim ulug' emas degan tortishuvlar qay darajada to'g'ri, qanchalik foyda keltiradi va keltirmaydi, shu masalalarni tortishar ekanmiz. Gohida afsus, achinarlisi shuki, faqatgina oddiy xalq vakillari emas, bu faqat bizning o'zimizda emas, qo'shnilarda ham ko'ramiz. Masalan, Tojikistonda aynan tojiklar mana shu Markaziy Osiyoning eng qadimiy xalqi, mahalliy xalqi, tubjoy xalqi, bularning o'rniga keyin boshqa xalqlar Oltoydan, Sibirdan kelgan, ayniqsa turkiy xalqlar degan yondashuvlar bor. Biznikilar ularga haqoratomuz so'zlar bilan javob berishga harakat qiladi. Endi bu insonlar orasida oddiy narsa deb o'ylashingiz mumkin, biroq bu juda ham kuchayib, tinimsiz ildizoti boraversa, yaxshilikka olib kelmaydi. Yoki oddiygina qo'shnimiz, qozoq qardoshlarimiz, bovurlarimiz har doim o'zining chiqishlarida ko'proq, endi oddiy xalq vakildan tashqari tarixchilar ham shunday qiladi. Mana ustoz o'zi ham Qozog'istonda ham ishlagan, men ham Qozog'istonda ishlaganman.
aynan Toshkent bizniki degan yondashuv bor. Buni o'zlaricha to'g'ri deb biladi. Ya'ni shunaqa chiqishlarning oldini olmasak borgan sari jiddiylashib boraveradi yoki Turkmaniston umuman boshqa masalada. O'sha bundan 10 ming yillik yoki 5 ming yillik oldingi madaniyatlarni ham faqat turkman xalqi yaratgan o'sha Jaytun madaniyati deymizmi yoki Yozlipa madaniyati deymizmi, Anov madaniyati deymizmi, ko'pchiligini faqat bizning bobolarimiz turkmanlar yaratgan degan qarashlar bor. Yoki aynan qirg'izlarda hozir ko'p kuzatyapmiz. Endi qirg'iz xalqining ezgu fikrlovchi, ezgu o'ylovchi, qardoshlikka intiluvchi insonlar bunday qilmaydi, biroq ichida shunday insonlar bo'lyaptiki, qirg'iz nomi qadimiy, qolganlar yaqindagina paydo bo'lib qolgan, qozoq ham, o'zbek ham, boshqasi ham, qoraqalpoq ham, uyg'ur ham degan yondashuvlarni kuzatyapmiz-da. Yoki turkiy xalqlar qirg'izlardan kelib chiqqan. Shuning uchun turk tili guruhi demasdan qirg'iz tili guruhi, qirg'iz til oilasi deb aytishimiz kerak degan yondashuvlargacha boryapti. Bunga o'z vaqtida o'sha jonkuyar, qardoshlikka intiluvchi, ezgulikka intiluvchi insonlar javobini berishi kerak. Bu qanday bo'ladi? Bu kitoblar, maqolalar orqali, ommaviy axborot vositalarida chiqish orqali bunday javob bo'lishi mumkin yoki ijtimoiy tarmoqlarda yoki o'zimizning o'zbeklarda ham qaraymiz. Biz masalan bir tomondan turkiy xalq deb hisoblaymiz, boshqa tomondan esa mana shu yerdagi qadimgi so'g'dlar, qadimgi xorazmliklar, baktriyaliklarning turklar bilan aralashuvdan kelib chiqqan deb yondashuvchilar bor, bunga qarshi chiquvchilar bor, buni yoqtirmovchilar bor. Ya'ni yoki Amir Temur faqat o'zbeklarga tegishli, boshqa turkiylarga tegishli emas deb qarovchilarimiz ham bor, shuni baralla aytuvchilarimiz bor. Demak, mintaqadagi birorta xalq faqatgina oppoq bittasi, qolganlari qora o'ylaydi, boshqacha qaraydi deb ayta olmaymiz. Hammamizda ham yaxshi va yomon tomonlarimiz, hammamizda ham qanaqadir bir bo'rttirgan, qanaqadir bir-birimizning tariximizga ko'z olaytirgan yoki birligimizni ko'ra olmaydigan tomonlarni ham ko'rib qolamiz. Demak, shundan kelib chiqsak, ustozimiz mana professor, tarix fanlari doktori Rustam aka Sulaymonov, arxeolog, tarixchi insonlar, bu kishi. Ustoz, bu masalada fikringiz qanday? Ya'niki Hind Yevropaliklar bu yerga bundan 3,5 ming yil oldin Markaziy Osiyoga kirib keldi. Undan oldin bu yerda boshqa insonlar yashardi dedi. Umuman Yevrosiyo mintaqasi misolida shuni ko'rsak, qanaqa til oilasidagi insonlar yashar edi? Ularning antropolog qiyofasi qanaqa edi? Madaniyatlari qanaqa edi? Shu masalani kengashib muhokama qilsak. Marhamat. Xudo hammani bir xil yaratgan. Yaratgan. Avvalo kim qayerda tug'ilgan bo'lsa, shu yerda kimlar hukmron, qaysi etnos ko'proq, davlat tili qaysi biri, siyosat tili qaysi biri, qaysi etnos, qaysi xalq, qay tabaqaga mansub, protsentda necha protsent, ozmi ko'pmi, qat'iy nazar shu tug'ilgan joy vatan hisoblanadi. Ya'ni o'zimizni O'zbekiston, shu kechagi kunduzda O'zbekiston deymiz. Jamiki shu yerda tug'ilgan insonlarning vatani. Bu birinchidan. Qaysi tilda so'zlashuvdan qat'iy nazar. Hukmron til endi asosan o'zbek tili hukmron davlat tili hisoblanadi. Rossiya ham shu, hamma mamlakat shu. Ikkinchidan, madaniyat shakllari, formalari ko'p. Albatta, turli. Moddiy madaniyat bor. Ma'naviy og'zaki madaniyat bor, musiqiy madaniyat bor, dil bilan bog'liq. Diniy madaniyatlar, ta'limotlar har xil. Bu yerda asosan til. Siyosiy ahamiyati katta. Albatta. Tilda nihoyat siyosiy ahamiyati katta. Endi bu qon ham ahamiyati katta, irq. Qozoq bashara, o'zbek bashara, tojik bashara deymiz. Tili har xil. Misol uchun Afg'onistonda yurganimda Hazara degan xalq bor. Dashti bobolda hukmron, urushqoq. Bomiyon tomonlar. Hurmat katta ularda. Hazara degan hamma hurmat qiladi. Mongoloid. Chingizxondan qolib ketgan lashkarning bir qismi. Turk mo'g'ullar deyishadi buni. Chig'atoylardan qolib ketgan bir qismi. O'zini etnosini yo'qotmay, o'zini asrab kelgan imkon qadar. Hozirgacha. Musulmon. Fors tilida so'zlashadi. Fors tilida so'zlashadi. Lekin irqini saqlab kelgan, urf-odatlari bor o'ziga yarasha. Ustoz, demoqchi bo'lganingiz, ya'ni bugungi vaziyat bundan
2000 yil oldin, 4000 yil oldin, 6000 yil oldin ham shunaqa aralashuvlar bo'lgan, aralashmaganlar bo'lgan. Ya'ni qonunni saqlagan, qoni turli xalqlar bilan aralashib ketganlar bo'lgan demoqchisiz. Ya'niki Aralashmasdan iloji yo'q. shunday. Dunyoning 90% dan ko'p xalqi aralashgan. Endi ayrim xalqlar, masalan, yaponlar ham o'zidan oldingilar bilan aralashgani, biroq baribir bizga nisbatan kamroq, ozroq aralashgan. Endi mana bu materikdagi nimadagilarni ko'ramiz, Yevrosiyo kengliklarida ko'p aralashadi. Birorta xalq men ko'pchilik toza, sofmizu deydi, aslida unday emas. Demak, siz Irqiy jihatdan. irqiy jihatdan, ya'ni til boshqa. Til, masalan, o'sha Hazaralar fors tilida so'zlashadi. Til jihatdan forsiy xalq, irq yoki madaniy jihatdan turkiy mo'g'ul xalq. Shundaymi? Demak, Avesta davrini gaplashsakda, ustoz juda cho'zib nima bo'lib ketdi. Endi Avesta davrini muhimligi yangi ta'limot kirib keladi. Qayerdan va Bu ta'limotda negizi murakkab. Ozarbayjon, Eron, O'rta Osiyo, Shimoliy Hindiston o'rtasida talash. Shu narsa bor, ha, talash. Bor. Bu ta'limotni kim o'ylab topdi? Ha, shunday. Ha. Lekin Biruniy bitta iborasi bor. Zardusht millati Azariy edi degan gapi bor. Qayerdan oldi bu gapni? Lekin bekorga gap tashlaydigan odam bo'lmagan u odam. Degan shunaqa iborasi saqlangan. Bu datasini ham bergan. Iskandardan u 300 yil oldin o'tgan degan. Iskandar 300 yil oldin. Ya'ni Aleksandr Makedonskiy 7-8 asrlar bo'lyapti eramizdan oldin. Lekin dunyoda eng mashhur Avestani mutaxassisi Mary Boyce 3 tomlik asar yozgan, Zoroastrizm degan. Bu yerda yozadiki, u O'rta Osiyoning dashti biyobalarida o'tgan. 14-asrda o'tgan bo'lsa kerak degan taxmin bor. Avestani umuman dramasi, tarixi ikkita xalq, Ariya va Turiya raqobatidan iborat. Kurashlar. Ariya asosiy maskani Amudaryo havzasi, undan janubroq. Turiyani asosan maskani Sirdaryo. Danay turlari deb yozadi Avesta. Ya'ni bizni makon azaldan o'sha turlarniki bo'lgan. Sirdaryo bo'ylari, ayniqsa shimoliy qismi. De keyin Gerodotni yozishiga qaraganda o'sha demak Erondan skiflar savramatlarni Tanayga ko'chirdi, ya'ni Sirdaryoning etagiga ko'chirdi. Bular Yevropa manbalari Sarmat deydi, keyin Sirmat deydi, Alan deydi. Bular Eron zabon xalq bo'lgan. Sarmat degan so'zni o'zi ham qora boshlilarmi, qora sochlilarmidi, shunday. Skiflarning o'zi-chi, ustoz? Skiflarning o'zi turkiy xalq. Turkiy xalq. Eng qadimiy. To'g'ridan to'g'ri shunday deya olamizmi ustoz? Ya'ni dangal. Ya'ni ustoz shunday fikrlar bor. Skiflarning ko'pchiligi Qora dengizning shimolidagi Kaspiy bo'yigacha bo'lgan yerlardagilari Ironiy tilda so'zlashgan. Chunki skiflar bittagina tildagi xalqning vakillari emas, ular bir qismi Oltoy yoki proto-turklar bo'lgan, yana hattoki slavyanlar ham skif guruhida o'rin olgan deydi. Siz bundan ko'ra ko'proq ular turkiylarga tortadi deganda gap. Yo'q, bundayda. Skiflar har xil xalqlardan iborat bo'lgan. Chingizxon o'z yurishida butun hammani o'ziga bosib olgan-ku. Chingizni bayrog'ini tagida ketavergan hamma. Shunday. Mo'g'ul nomi ostida. Mo'g'ul nomi ostida. Skifni bayrog'i ostida butun xalqlar qo'shilib ketavergan. Chunki ko'chmanchilar bostirib olgandan keyin mamlakatda ikirchiga aralashmagan. Soliq to'lab turasan. Lashkarimga biron lozim bo'lgan joyda lashkar qo'shasan. Tamom. De shu tarzda tarqagan skiflar. Gerod yozib qo'yibdi. Skifы говорили на 6 языках. Ya'ni skiflar 6 ta tilda so'zlashgan. Chunki ikkinchidan endi o'sha Sarskiy skifi degan bir toifa bo'lgan. Bularning eng qadimgi bobosi nomi Targitay bo'lgan. Targitay. Bu чисто turkskiy nom. Turklarning nomi. Lekin mana bu yerda tobe bo'lgan xalqlardan hammasi skif deyilgan. Chunki skif bayroq ostida bo'lganda. Chunki skif bosib oldi-ku. Skifda yurtga kiryapmiz. Tillari boshqa xalqlar, lekin Gerod ajratadi. Melanxlian skiflar bor deydi, skif dehqon skiflar bor deydi, budinlar bor deydi. Boshqa skiflarni tilga oladi. Sarskiy skiflarni alohida tilga oladi bu. Ya'ni shoh boshqaruvchi turklar. Elita qatlam bo'lishi mumkin. Elita qatlami bo'lgan. Hukmdor skiflar. Hukmdor, boshqaruvchilar. Buni
Biruni ham bilgan, Mahmud Qashqariy ham bilgan. Isqit deb atagan. Aha, Isqit deb yozgan o'sha arab tilida isqit s harfi bilan diftong s. ishkuz deb ham o'qiladi, ishkuz. Hozir turklar Ishkuzay iskit deb deydi. shuni ishlatadi. Asturiya manbalarida ashquza deydi bularda. Ashkuza. Ashquza deydi bularda. De g'uz tagida. G'uz degan o'zaga bor. O'g'iz. G'uz tagida. O'g'iz degan ova g'o'zi, ya'ni tekislik g'uzlari. Qirg'iz degan tog'dek g'uzlar degani. Qirg'iz ham shundan kelib chiqqan. Qirg'iz. Bu Yahyo G'ulomov tushuntirardilar bizga. Qirg'iz bu tog'li g'uzlar. O'g'iz degan ovadagi g'uzlar, past tekislik g'uzlar. Yahyo G'ulomov gapirib o'tirardilar shuni. Ya'ni mashhur akademimiz, ya'ni arxeolog olim. Ustoz, demak, skiflarda turlilik bor, biroq ularning boshqaruvchilari ko'proq o'sha prototurklar, turklarning ota-bobolariga tortadi, deyapsiz-da. Endi ularning boshqargan, ya'ni borgan, yoyilgan hududlari aynan o'sha Mesopotamiya tomonlarga tushgan holatlari ham kuzatiladi-da. Yoki Hindistonga borgan holatlari ham bor. Shularda ham biroz qandaydir Hind yevropaliklardan boshqachalikni kuzatamizmi, ustoz? O'zgachalik bormi yani? Yevropada ko'pincha Androno madaniyati, katakomnaya kultura deydi, yamnaya kultura deydi. Shular Yevropa xalqlar tarqatgan indoevropeyskiy tillar deydi. Bu madaniyatlarning kelib chiqishi Markaziy Osiyodan, astagini surishtirsangiz. Katakomna degan kultura mana yerda Janubiy G'arbiy Turkmanistonda Parxay, Sumbar degan joylar bor. Eng qadimgi negizi shu yerdan tarqagan. Ya'ni mana bu yana Kaspiyni janubiy hududiga boryapmiz, yana o'sha yerga boryapmiz biz. Bular mamlakatning Kaspiyni narigi beti bilan, Kavkazni yonboshi bilan Yevropaga chiqib, mol boqarlik qilib tarqab ketadi katakomna kultura. Lekin asosiy mana bu O'rta Osiyoni dasht madaniyati kaltaminlar, neolit madaniyati deyiladi. Bular ovchi, termachi, baliqchi. Keyin bularda 4-5 yillarda sigir, echki paydo bo'lyapti. Ozgina ekinlari paydo bo'lyapti. 3-yillikda qahatchilik bo'ladi. Soviydi iqlim. Bronzaga yaqin ekan. De mana shu keyin Qoraqum, Qizilqumlarda sahrolar shu dasht biyobonlar qurib sahroga aylanadi. Aholi kaltaminor madaniyati shimoliy Qozog'istonga chekinishga majbur bo'ladi. Bu kaltaminor deganingiz miloddan oldingi 15 5 mingyillik. 7-5 mingyillik bular. De bular keyin shimolga chekingandan keyin u yoqqa shimolga qarab ketolmaydi, o'rmon boshlanyapti. Sibir bilan Ukrainaga qarab yura boshlaydi bular. Ukraina, Mariupol jang bo'layotgan joy. Mariupolskiy mogelnik ochilgan. Aynan ko'mish rasmi 100% keltaminor madaniyatini takrorlagan. Birga bir o'xshayapti madaniyatda demak. Tarqagan. Kurganga ko'mishni shu odamlar, shu xalqlar tarqatadi. Qayerda yashaganini bilmaymiz. Bular arava kattakon 5-6 g'ildiraylik arava, ho'kiz qo'shib, ot qo'shib, yurtasini ustiga qo'yib, aravada umr kechirgan. Ustoz hayotdagi. Qarangda, mayli, siz ko'proq arxeologik materiallar, arxeologik madaniyatlarga yondashyapsiz, chunki arxeologsiz. Endi baribir tarixchilar yoki tilshunoslar ham baribir lingvistika tomonlariga ham qaragisi keladi, ma'lumotlar keltirgisi keladi-da. Endi qarang, mana Hind yevropaliklar bundan 4000 yil oldin keng yoyilganligini ko'rdik. Asosan kelib chiqishi o'sha Qora dengiz va Kaspiy oralig'i, Kavkaz tomonlar. Endi ulardan oldingi davrda mana bu Elam deymiz, Ironning qadimgi ilk davlati. Bu yoki Shumerlar, bularning tili yoki umuman Dravid deydi, Hindlar, bularni umuman olganda Nostratik teoriya degan bor. Butun tillar, til oilalari bir-biriga qarindosh bo'lgan, vaqtlar, asrlar, ming yilliklar o'tib bir-biridan uzoqlashgan, til oilalari kelib chiqqan, qarindosh til oilalari kelib chiqqan deydi. Oltoy til oilasi bor, Ural til oilasi yoki Xitoy til oilasi deganda Sino-Tibet deydi. Yoki Hind-Yevropa til oilasi, Somi til. Mana shular chiqa boshlagan paytda bizni hudud, umuman mana shu Markaziy Osiyoning o'zak hududlarida qanaqa bir etnik vaziyatni yoki lingvistik vaziyatni kuzatamiz? Bronza mutaxassislari, neolit, bronza mutaxassislarining yozishicha ana u madaniyati bor-ku. Turkmanistonda madaniyati. Endi mana bu keltaminlarlar mana bu Kaspiyning janubiy qismidan tarqagan negizi. Ana bu yerdagi so'nggi paleolitdan tarqagan bular. Endi mana bu ana u madaniyatini
negizi bizda yo'q. Ha, O'zbekiston hududi. Yo'q. Bundan qancha Elam, ming yil oldin Elam, Aha. janubiy g'arbiy Eron, Elam, Shumerda qo'shnisi, Karun daryosida shakllanadi bu madaniyat, Elamlar madaniyati. Bularning tili dravidlarga yaqin. yani Dravid deganimiz Hindistonning Hindiston Yevropaliklar qadimiy kelishdan oldingi aholisi. Qadimiy aholisi. Indoevropeylar bormasdan, Mana Mohenjo-daro Harappani shular qurganmi, Dravidlar? Sopolli tepa bormasdan. Sopolli tepa bu endi ariylar. Bularda dravid tillari bo'lgan. Endi butun Altay tillari. Mana bu yerdagi g'arbdagi Shimoliy Yevropadagi Ural tillari hammasi mana bu Urartu bilan, Elam bilan, Altay tili bilan kattakon bir sharqiy guruh, Nostratzik guruhini sharqiy qismini tashkil qiladi. Ya'ni Elam ko'chib kelgan bu yerda. Birinchi Elam tili tarqagan bizni Janubiy Turkmanistonga. ustoz, ya'ni janubiy va sharqiy til oilalariga bo'ladida, nimani? O'zi bitta til oilasi bu Nostratik teoriya. Ya'ni Ilich Svetishning Ilish Svetish. bir 50 yilcha oldin o'rtaga tashlagan ko'z qarash, nazariya. Demak, sharqiyda demak bular dravidlar, Hindistonning qadimgi tubjoy aholisi. Elam bu ham o'shalarga Urartu. qarindosh. Urartu bu demak Mesopotamiyadagi Urartu davlatining aholisi. Janubiy Kavkaz. Janubiy Kavkaz, Armaniston. bugungi Armaniston, uning atroflariga to'g'ri keladi. Yana Eng dunyodagi eng Altay bilan mana bu Ural olti. Ural. Ural, ya'niki bugungi finlar, Da, vengerlar yoki boyagi nimadagi xalqlar borku, Rossiyadagi Bu bugungi hudud, Sibirdagi. bu tillar hududi to mana bu Kamchatka nimagacha boradi. Saxalingacha boradi. bu Eng tillar. kunchiqari Kamchatkagacha, eng kunbotari Finlandiya, ya'ni Skandinaviyagacha, shimoli janubiy Sibir yoki g'arbiy Sibir, bugungi udmurtlar, nimalar bor u yerda, yana bir ikkita Morik, ko'p. Komi degan Veps xalqlar deydi. bor. Mayda xalqlar ko'p. Mana shular ularning shimolida bo'lsa, janubi demak bu Amudaryo bo'ylarigacha, hatto undan ham o'tib ketadimi? Amudaryagacha kelgan shular. Shular. Ya'ni bu yerning bundan 6-7 ming yil oldin yashagan nimalari sharqiy Nostratik. Bunichi Tolstoy o'zini asarida yozib ketgan, Drevniy Xorezm kitobida. Ariylardan oldin borgan Hindiston, ariylardan avvalgi Hindiston, drevniy ruskiy naqshlar, liboslar, slavyanlar bormi yo'qmi biz bilmaymiz. Imoratdagi ba'zi bir elementlar hammasi bir bo'lgan degan nazariyasi bor Tolstoyda ham. Aha. Neolit davrida shu keltirmalar ikkovini birlashtirgan degan nazariyasi bor. Endi g'arbiy, ya'ni kun botar tomondagi tarmog'i bu o'sha Nostratikning, ya'ni bular Hind Yevropa, bular homiy somiylar va shuning atrofidagi xalqlar deya olamizmi? Endi bundak. Chunki biz sharqini aytdik. Kanadada men 4 oy bo'ldimda, shunda qiziqdim mahalliy aholiga. Hammasini irqi, Shimoliy Amerikaning irqi. Mana bu bizda shimoliy hududlarning irqidan farqi yo'q. Irq jihatdan. Irq jihatdan. Ya'ni ko'rinishi qanaqa? Yirik, nihoyatda baquvvat. Mana unday burun, Ya'ni qirra burun deydi. do'm-domaloq ko'z, tikka choch, ko'saroq bu yeri. Ko'sa. Ko'zi ham biroz qisiqroqlari ham bormi? Ko'zi xayol ba'zi birlarniki qolsina qisiq, mana bu yerda bor ozgina epikantus, ozgina epikantus bor. Epikantus keyingi davrda mana bu Janubiy Xitoydan bu yoqqa migratsiya kuchaygandan keyin mongoloid element kuchayadi. Ya'ni tillar bilan irqlar yoki nimalar o'zgarishi. Endi mana shu Shimoliy Amerikani hinduylarning tillari bizda Turkiy tillar guruhiga, Yaponiya tillari, mana bu Koreya tillariga juda ham yaqin. Elementlar jihatdan yaqin u yerda. Bitta yana bir qiziq joyi bor. Adena degan qabilasi bor. Tili begona. Shu til Keta Yeniseytsi degan bir xalq bor kichkinagina. Mana bu Sibirda. nima Markaziy. nima Baykalda shimoliy hududlarida yashaydigan Keta Yeniseytsi xalq. Yaxutlarga Shu yaqin. Keta Yeniseytsi tili bilan bir ekan bularning tili. Bu xalq yaqin sharqdan kelib qolgan xalq ekan. Tili yaqin sharqqa borib tutashyapti. Ya'ni Genezisi. Amerikadagi aholining hammasi ham aynan Sibirdan emas, boshqa hududlardan ham borgan. Janubiy Xitoylardan ham borgan, Borgan. Okeaniyadan ham borgan. Yaqin Sharqdan ham borgan. Yaqin Sharqda mana shu Keta Yeniseyts
bir guruhga kirib qolgan ekanda o'sha yerga. ADN qabilasi bor bitta. Keyin Oltoy til oilasinikilar ham bor, ha? Oltoy tillari endi asosan hukmronku bu yerda. Bu yerda. Asosan Amerika qit'asida. Amerika qit'asida. Siz shular bilan ko'rib, suhbatlashib, olimlar Suhbatlashganim bilan yo'q, adabiyotlarni ko'rdimda, mutaxassislar bilan suhbatlashdim. U bechora mahalliy hindu xalqlar ahvoli yaxshi emas. ya'ni tili unutilyapti, urf-odat, Madaniyatidan ajragan, rezervatsiya degan joylarda yashaydi. Turistlarga ansambl qo'yib, o'zlarini raqslarini o'ynab beradi shu shu ahvol. folklor nimalar. Endi shu yerda savol tug'iladi-da, mana bizda qadimgi o'sha sharqiy eroniy deya qaraladigan, umuman mana hozir aytamiz Sug'diy, Xorazmiy, Baxtiriy, endi qadimgi Xorazmiy va umuman bu yerdagi mana Baxtiriylarni aytsak ham hammasida sharqiy eroniy deymizda, buni o'sha tepadan tushib kelgan o'sha Hind oriy, ya'ni Hind Yevropa, Hind oriy tarmog'i deya qaraladi. Endi bu yerga kelishidan oldingi vaziyat bor. Ya'ni bu yerga kelishidan oldingi vaziyatda bu hududlardagi aholini antropologiyasi yoki bo'lmasa ularning bir nima bilan shug'ullangani deymizmi yoki etnik madaniy xo'jaligi deymizmi, ular haqida arxeologiya nima deydi o'zi? Arxeologiyaga qaraganda butun Shimoliy Yevropada madaniyati janubda tarqagan. Misol uchun aytdim, mana bu keltaminar chiqib nimani hosil qiladi bu yerda? Mariupolskaya kultura deydi Ukrainada. Bu madaniyat, buni Mariya Gimbutus degan bir arxeolog bor Amerikada yozib ketgan. Kurganная kultura mana shu yerdan boshlanib, yamni kulturadan butun Yevropaga tarqab, indoevropeyskiy tillarda Yevropaga shular olib keldi deb yozib qo'yibdi. Chiqish joyi qayerda deyapti? Chiqish joyi Kaltaminar bo'lyapti hozir. Xorazm tomonida. Kaltaminar mana bu Qizilqum, Qoraqum. Qizilqum, Qoraqum oroli. Ha. Ya'ni bu boshqa shu paytgacha qarash. Shu bu bitta hukmron nazariylardan asosiy bittasi shu. Endi hozir yaqinda yana bir narsa topilgan. Mana bu Jetsuni Ili degan daryosi bor. Ili daryosi. Xitoydan oqib keladi bizga. Ya'ni Janubiy Altaydan oqib keladi. Bu demak Tanshanni shimoliy sharqiy qismi, Altayning janubiy qismidan shu daryo oqib, Chemurchak daryosi Iliga qo'shilib, Ili daryosi Balxashga tushadi. Buni davomi bir zamonlar Aralgacha kelgan. Keyin qurib ketgan. Qozog'istonning markazi Ulug'dovdan bir Sarisuv degan suv tushgan. Bu Aralga qo'shilgan bir zamonlar. Bu suvlar bo'ylab aholi yurgan doim. Bronza davrining ko'chmanchilari. O'sha yerda Kitay arxeologlari, qozoq arxeologlar, keyin Peterdan borgan bir Kovalyov degan odam Chemurchak madaniyatini topishgan bular. Eng qadimgi skiflar madaniyati bo'lib chiqdi bu. Bu miloddan oldingi 2000 yillikda menimcha. Ha, Katakan kurgan. Dromos chuqurga tushib ketgan yo'lak. Ichida gumbazchaga ko'milgan. Gumbazchani og'ziga dromosni nariyog'i eshigiga Katakan bitta toshni yumalatib bostirib qo'ygan. O'sha yerda g'alati bir madaniyat chiqqan. Mana unda bronzadan quyilgan shlem, mana bunday bir yerni yopgan grecheskiy chista. Yunonliklarga o'xshaydi. 2-mingillik. Bronza bir dona chiqqan shu. Keyin o'sha Kovalyov degan odam Kavkazda ozgina shunga o'xshagan narsa, Qora dengizda bo'yida shunga o'xshagan Ukrainada, keyin Janubiy Fransiyagacha boradi. Bu madaniyat Eneolit davri 5-mingillikda Janubiy Fransiyada shakllanib, xuddi shunaqa kurgan ko'milgan. Mis davri, mis paydo bo'lgan. Demak, go'rda og'ziga, lahatni og'ziga kattakan tosh bostirib qo'ygan, dromis qilgan. Mamlakat shlemlar ham chiqqan. Buni demak migratsiyasi 4-mingillikda mamlakatsi dashtli biyobonlarni qandaydir bir to'lqin kesib, Ili daryosigacha borib shu yerda o'tirib qolgan ekan. Ana shu skiflarning bovosi shu bo'lsa kerak degan nazariyamdan u yaqinda chiqdi. Buni demak Kitay manbalari Janubiy Sharqiy Rossiya, Qozog'iston biladi buni. Keyin o'sha Peterda o'sha Kovalyov degan odam universitetda ishlaydi, shular monografiya qilib yozib chiqdi shuni. Ustoz, demak, shu paytgacha shakllangan, keng tarqalgan, ayniqsa keyingi 100 yildan beri ko'pchilik o'rganib qolib, shunga aytib kelayotganmi, yana ko'chishlar, migratsiyalar g'arbdan sharqqa, sharqdan g'arbgani ko'proq bir keyingi bundan 4000 yil oldin yoki miloddan oldingi 2000 yillik deb belgilar edi. Siz aytyapsizki, hatto o'sha bundan
6000 yil oldin ham yoki masalan miloddan oldin 4000 yillikda ham bor edi bunaqa ko'chishlar. Bu elat u yoqqa, u elat bu yoqqa deganda, ya'ni 6 oyliklarning hattoki nimasi elamgacha borgan deb qarayapsiz. Ya'ni qarindosh tilda qandaydir dravidga yaqinlik bor deyapsiz-da. Demak, Hind yevropaliklar ham ora-sirada shunday oraga kirib borib turgan deb qarasak bo'ladimi, ustoz? G'ayblaja o'zingiz bilasiz. Tohar tillari bor, guruh topilgan. Buddistskiy manbalar tohar tilida yozilgan. Gruppa Kentobga mansub, Yevropa tillariga mansub. Lahjasi. Qachon kelib qolganligi ma'lum emas. Ko'pchilik bundan 4000 yil oldin deydi. Ya'ni miloddan oldingi 2000 yillikda. Lekin demak nima haqida gap boryapti? Bu yerda aholi doim aralashayotgan, aralashib ketavergan. Tilni saqlab boruvchi bir guruh tilni saqlab qolgan. Qolganlar aralashib ketgan, assimilyatsiya bo'lib. Shuning uchun juda murakkab. Ya'ni dunyoning biror chekkasida toza aralashmagan xalq yo'q deya olamiz. Bu sizning fikrlaringizdan yoki yaqin yillarda qo'lga kiritilayotgan ilmiy yutuqlardan, izlanishlardan shuni ko'ryapmizki, demak migratsiyalar doimiy ko'chishlar bo'lib turgan. Hamma joyda ham har doim ham asrlar davomida faqat bir tilda so'zlashuvchi xalq yashagan deb ayta olmaymiz. Buni arxeologiya shunaqa deyapti. Hattoki o'sha madaniyatlar, qabrlar, ko'mish marosimlari, urf-odatlar, boshqa tomondan lingvistik ma'lumotlarga ham qarasak, mana hozirgi bizning hududdagi choch so'zi endi masalan bir 2000 yil oldingi so'z deymiz. Buni Hind Yevropa til oilasi misolida o'rnagida bir aniqlash, ochiqlash qiyin ekanda. 6 oy tillariga tortyapti va buni tosh degan, ya'ni tosh bo'lganda ham qimmatbaho tosh deb aytishadi. Koreyslar masalan to'l deb aytadi toshni, Chuvash turklari masalan chol deb aytadi. Mana mo'g'ullar shunga yaqinroq chil deb aytadi. Biz tosh deb boshlaganimiz 2000-1500 yilda. Yoki Amu daryoning nomini ham o'sha Hind oriylar kelishdan oldin bo'lgan nom. Amu degani bu daryodagi uzoq sharqdagi Amur daryosi bor, ulkan bir daryo. Uning ma'nosi ona daryo, ya'ni ona degani katta, ulkan degan ma'noni ham bildiradi-yu. Amu daryoning ham Amulam deb aytilgan. Nomi, ma'nosi shunaqa degan qarashlar bor. Endi bu lingvistik ma'lumotlarda. Yoki boyagi turli manbalarda, masalan Xitoy ilnomalariga qarasak, ular aytadi, masalan ularning tiliga moslashtirib atamalarni yozadi-da. Masalan biz turk degan so'zni ular tujuyu deb aytadi. Uyg'ur desangiz voyxu deb aytadi-da. Ayta olmaydi aynan o'zida. Shuning uchun mana Xitoyshunos ustozimiz Ahad aka Xo'jayev ko'p yillardan beri shu narsani ko'tarib yuryapti. Ya'ni yevropaliklar yoki boshqa olimlar bizdan biroz yashirgan bu narsani. Aslida miloddan oldingi 1000 yillikda, undan ham oldin shu Yevrosiyo kengliklarida, bugun Markaziy Osiyoning katta keng maydonlarida Di degan xalq yashagan. U Turo deb o'qiladi, tiklanishi. Endi xitoyliklar o'zining tiliga moslashtirib Di, Tili, Dinlin deb bergan bu nomni deb aytadi. Ulardan tarqagan xunlarga qarindosh xalq yoki boshqa xalqlarni, masalan Uyg'urlarni, boshqa turklarni yozganda aynan shu dilarning avlodi deb ma'lumot berib ketadi, urg'u berib o'tadi. O'sha Avestodagi teoriyalar bilan, ya'ni Avesto miloddan oldingi 1000 yillikda bo'lsa, boshlarida turlar ham shu davrlar, ya'ni Xitoy ilnomalaridagi dilar ham shunday. Demak, Avestodagi tur bilan Xitoy ilnomalaridagi Turo bir-biriga yaqin va bu turk degan nomning kelishiga asos bo'ldi deydi. Bu qay darajada to'g'ri? Uni aniq ayta olmaymiz, biroq qandaydir bir boya siz aytgan ma'lumotlar, arxeologik materiallar, ko'chishlar va mana til ma'lumotlari, lingvistik ma'lumotlar, yozma manbalar Avesto va Xitoy ilnomalarini ko'rsatyaptiki, bu bizning hududda Turonda aynan bundan 4000-5000 yillar oldin yoki 3000 yillar, 3500 yillar oldin Hind yevropaliklar va Oltoy xalqlari orasida bir aralashuv boshlanganligini, qo'ni-qo'shni bo'lib yashay boshlashning bir boshlang'ichi deb aytsak bo'ladimi? Juda bo'ladi. Azro'zi azal aralashib kelgan. Ya'ni buni demak sizning olib borgan yoki sizning ustozlaringiz, hamkasblaringiz olib borgan kuzatuvlar, qazishlar ham shunga ishora qilyaptimi yani? Juda ham ishorasi katta. Misollar bilan bir misollar uchun Andronov madaniyatini gapiryapmiz. 15-asrdan keyin shimolda qolmaydi bular. Boshlanishi Xitoygacha boradi bular. Hindistongacha boradi bular. Afg'onistonda shimoliy qismida vinogradlik odam topib kelgan.
Andronov madaniyati Assuangacha borgan. Qayerga hozir? Nil daryosi Yegipetgacha borgan. Bu o'sha Assuan suv ombori qurilayotganda Boris Borisovich Petrovskiy degan akademik shu ekspeditsiyaga rahbarlik qilgan. Assuan qurilish atrofida bir xalta kattakon xalta Andronov keramikasini terib kelgan. Sovet ittifoqiga olib. Giksoslar davri bu. Giksoslar davri. Giksoslar Aynan to'g'ri davri. keladi demak. Ayni shu material shu Giksoslar davriga to'g'ri kelyapti. Qizig'i shundaki, ustoz mana Andronova madaniyati deymiz, ko'pchilik eshitib biladi. O'sha Sibirdagi Janubiy Sibir bu Oltoy atroflari keng tarqalgan madaniyat, bular o'sha jangovar, o'sha otliq, bular o'sha harbiy uyushgan, kiyimlari ham o'ziga xos kumush urf-odatlari bor. Biroq o'sha madaniyat tarqalgan yerlarda ham Hind yevropaliklarga yoki umuman Yevropa irqqa mansub insonlarning suyaklari ham chiqyapti. Mongoloid, mo'g'ul ko'rinishli insonlar ham chiqyapti. Shunga qarab bu madaniyatga asos solganlar mongoloidlar bo'lganmi, yevropaliklar bo'lganmi degan masala ham tortishiladi-da. Bu xato tortishuv. Chunki qon suyuq narsa. Hozir misol uchun O'zbekda dunyoda bormagan joy qolmadi. Uylanmagan joyi ham qolmadi. Qon shunaqa narsa. Suyuqlik bo'lganda aralashib ketaveradi hamma joyda. Har bir qadamda. To'xtatib bo'lmaydi buni. Shuning uchun ko'rinishlarda ham farqlilik bo'ladi. Ya'ni faqatgina bitta xalqqa tegishli yoki bitta irqqa tegishli qolganlar bu yerda yo'q deb aytish umuman noto'g'ri bo'ladi. Qiyin unaqa deyish. Shunaqa. Kim qachon kim qadam qayda o'tganligini bilish qiyin. Demak, bu yerda hozir dunyo tarixini migratsiyalar o'zgartiryapti, migratsiyalar boshqaryapti. Mana hozir migratsiyadan boshlangan. O'sha giksoslarni o'zini kelib chiqishi bo'yicha hozir Yevrosiyo kengliklardan borib Misrni zabt qilganda, mana bosib olgan ko'rishimiz mumkin-da. Bir taraf u yoqda, bir tarafini hozir aytyapmizki, u nimaga qarab Xitoyga qarab ketyapti-da. Bir taraf Hindistonga tushyapti-da. Demak, migratsion jarayonlar u yerdan bu yerdan hozir boya aytgan fikringizda ham qaysidir qabilaning u nimaga Amerikaga borib qolishi bor. Demak, bu yerda aytishimiz konkret o'sha migratsion jarayonlar tufayli bu yerda til ham etnik jihatdan o'zgarib yoki bo'lmasa aralashib ketgan bo'lish ehtimoli yuqori demak bu yerda. Moddiy madaniyat hozir saqlanadi, keyin aralashib ketib qoladi, uzoq turmaydi. Uzoq turmaydi. Til ham uzoq turmaydi. Agarda aholi kam bo'lsa, mahalliy tilga o'tib ketib qolinadi. Boshqa bir tilga o'tib ketib qoladi. Endi shu yerda hukmron bir elat xalqning tiliga o'tib ketib qoldi. Yaqinda o'zimiz guvoh bo'ldik, rus tiliga o'tib ketish boshlanibdi. Hali ham shu mustaqilliklar mana yaratganga shukr. Shuning evaziga o'nlab emas, balki yuzlab xalqlar o'zining tilini saqlab qolishga imkon topdi. Bo'lmasa shu ketishda hammasi bitta tilda so'zlashuvchi, rus tilida so'zlashuvchi, lekin ko'rinishi farqli bo'lgan sovet xalqi o'rtaga chiqardi. Maqsad shu edi. Biroq ularning aytganiday bo'lmadi. Hamma o'zini o'rnini saqlab qoldi. Birovlar balki o'sha jarayonda ketib qolayotgandir balki. Biroq bizning Markaziy Osiyo xalqlari o'zining o'zligini, o'zining madaniyatini, o'zining tilini, o'zining tarixini saqlab qolyapti. Bu demak tarixda ham bunaqa jarayonlar ko'p bo'lgan. Endi shu o'rinda biz butun yurtdoshlarimiz, butun qardoshlarimiz, Markaziy Osiyo xalqlari, o'zbek bo'lsin, tojik bo'lsin, qozoq, qirg'iz, qoraqalpoq, uyg'ur, turkman barchamiz mana shu jarayonlar, shunday jarayonlar tarixda o'tganligini bilishimiz, anglashimiz kerak bo'ladi. Bular bo'lmasga biz birinchimiz, biz mahallimiz senlar kelgandi deyish yoki sen ko'chmanchi, sen men o'troq deyish bu yaqin yillar uchun bu to'g'ri kelishi mumkin. Biroq 1000 yillar 5000, 10000 yillar kesimida olib qarasak, bunaqa bo'lmaganligi, bir vaqtlar ko'chmanchi bo'lganlar o'troqlikka o'tib, o'troq bo'lganlar ko'chmanchilikka o'tib ketib qolganligi, bir sharqda, uzoq sharqda yashaganlar yaqin sharqda yashaganlar uzoq sharqqa yoki o'rtaliqqa borib yashay boshlaganligini bu hozirgi qo'lga kiritilayotgan ilmiy yutuqlar ko'rsatyapti. Arxeologik qazishlar shuni ko'rsatyapti, lingvistik izlanishlar shuni ko'rsatyapti. Shuning uchun demak, hurmatli tinglovchilar, hurmatli yurtdoshlar, eldoshlar, qardoshlar, qo'shnilarimiz, biz ezgu niyat bilan mana shu Turon media loyihasining ezgulik sari deb boshlagan turkum ko'rsatuvlarimizni yanada davom ettiramiz. Ustozimizdek ulug' kishilarni, mutaxassislarni bu ko'rsatuvlarga, bu media loyihalarimizga jalb qilaylik, o'zimizning hissamizni qo'shaylik. Faqatgina o'zbekistonlik mutaxassislar emas, tojikistonlik, qozog'istonlik, umuman Markaziy Osiyolik barcha mutaxassislarni
arxeologlarni, tarixchilarni, tilchilarni chaqirgan holda birgalikda kengashib, muammolarimizni aytib, tortishayotgan bo'lsak, gap nimada ekanligini, ildizi nimaga borib taqalish, nimada ekanligini birgalikda yechaylik. Umumiy o'zlik, mintaqaviy o'zlik, To'rg'on o'zligini yaratib, mana shun orqali biz kelajakda ham yirik, buyuk bir kelajak, yirik bir xalq, elni yaratib, muhitni yaratib, shunga o'z hissamizni qo'shishga tayyor bo'laylik.